Assalomu alaykum, meni azizlarim, go'zallarim, tinch omonmisiz? Oxirgi paytlar ko'pchiliginglardan kelgan savol, nega uzun video chiqarmayapsiz, nega yo'qsiz, chiqarmayapsiz degan savollar juda ko'p keldi, SMSlar. To'g'risini aytsam, bu SMSlarni o'qib juda xursand bo'ldim. Demak, meni kutayotgan, meni videolarimni kutayotgan, retseptlarimni kutayotgan insonlar bor ekan deb juda xursand bo'ldim to'g'risi. Go'zallarim, bu uyga ko'chib kelganimdan keyin eslaringda bo'lsa aytgandim, kvartira uyga borganda balkim ishtiyoqim bo'lmas, qanday sharoitga boraman, qanday sharoitga yo'q degandim. Aytganimdek shu narsa bo'ldi. Bu yer yaxshi, sharoiti yaxshi, faqat oshxonasi menga kichkinalik qilyapti. Sababi shtativ qo'yaman, orqamda lampa turadi, oshxona kichkinaroq, shuni hisobiga noqulaylik bo'lyapti. Idish tovoq to'lib ketyapti, chunki kichkinacha idishlar to'lib ketardi menda. Har xil idish ishlatasiz, retsept olayotganda bu yerdan yuvib, bu yerdan joylardim. U oshxonam katta edi, bu oshxonada tiqilib qolyapman. Idishni qayerga joylashni bilmay qolaman. Xullas, komfort bo'lmayapti deydi-ku, o'shanga nimagadir video ololmayapman, uzun video ololmayapman. Chunki uzun video olayotganda telefonni uzunroq qilib olish kerak. O'shanda qiyinchilik tug'diryapti videoga olish. Endi iloji boricha harakat qilaman, nima bo'lsa ham deyapman sizlar uchun. To'g'ri, уборка ishlarini ololmasam ham harakat qilaman olishga, lekin ishlarni ololmasam ham retseptlar olishga harakat qilaman. Chunki hali remont boshlanib, hali remontimiz tugaguncha bilmadim, 2 oy ketadimi, 3 oy ketadimi, endi unga sabr qilish kerak. Remont, chunki korobka uy bo'lgani hisobiga uzoqqa cho'ziladi. O'shanga sizlar uchun harakatdaman. Sizlardan like va kommentariya har doimgidek qo'llab-quvvatlasalaring bo'ldi. Shunday qilib retseptlarni oldim. Retsept olgan paytimda oxiriga yetmasdan uyimga mehmonjonlar kelib qolishdi. Oyijonim bilan o'sinimi qizlari kelib qolishdi. Videom oxirida PP salatni ololmadim. Yozgi eng yaxshi ko'rgan salatlarimdan qildim. U salatni sizlar ham bilsalaring kerak. Videoni ozvochka qilib joylab yuboraman. Agar shovqin, baqir-chaqir bo'lgan joylar bo'lsa, ozvochka qilib yuboraman. Qolgan joylarni o'zim gapirib joylashga harakat qilganman. Kuzatishda davom eting. Yana bir bor sizlarga rahmat aytmoqchiman. Sizlarga kerakligimdan xursandman va tashakkurlarimni aytmoqchiman. Omon bo'ling. Bugun ishimizni oynak artishdan boshlaymiz. Hammani uyida kichkintoy borlar biladi. Hamma joy qo'lchalarda izi bo'ladi. Shu sababli oynak artishdan boshlaymiz. Bo'yingiz past bo'lsa qiyin ekan. Shunday qilib oynak iz bo'lsa, nimagadir rosa g'ashim keladi. Tez-tez artib turaman. Qo'l izini ko'rsam, sraz artaman. Zerikib ketmaysanmi deydi bir xillar. Baribir yana ushlaydi-ku deydi. Endi yosh bola bo'lgandan keyin shu ushlaydi. Artmasak bo'lmaydi. Shunday qilib, shunday spreyni olaman. 5 minutdan vaqtim ketmaydi, artib olaman. O'zim uyimda chang artadigan joylar juda ko'p edi. Ko'p vaqtim chang artishga, pol artishga ketib qolardi. Parketlarim tezda chang bilinib qolardi. Bu yerda hali ham unchalik chang artadigan joy yo'q, lekin yo'lni bo'yi bo'lgani uchun shunday oynagimiz orqasidan mashina o'tar ekan. O'shani hisobiga rosa chang o'tiradi uyga. Chang bo'lib ketar ekan. Ham kuxnya tarafdan eshik ochilgan, orqa tarafga o'shani hisobiga kirdi chiqdi bo'lyapti. Oynakni ochyapman ovqat qilganimda. O'shanga ko'p chang bo'lib ketyapti. Ham oshxonadan tashqariga eshik bo'lsa, bo'lmas ekan.
Hamma chang kiraverar ekan. Oynakni ochib qo'ysangiz baribir ovqat hidi yo'lni bo'yi. Xullas noqulay bo'lar ekan. Oshxonadan ochilgan eshik. Yana nima desam bo'ladi. Kech payt svetni yoqib ish qilganimda mayda pashachalar ko'payib ketyapti, to'lib ketyapti uyni ichiga. Xullas notaraflari ham bo'lar ekan. Lekin birinchi tashga rosa o'rganib qolyapman. Birinchi tash baribir maza ekan. O'zingiz hovlichingiz bo'ladi. Lekin olgan uyimiz ikkinchi tash. Kelganimda shu oynak rosa yomon bo'lib ketgan ekan. Oppoq qilib artib qo'ydim. Bu yerda bir yilchami yashamagan. Oynaklar yomon bo'lib ketgan ekan. Rosa yomg'ir yog'averib loy bo'lib ketgan ekan. Artib olgandim bir narsa qilib. Men rushotkam uyimdagi naqaydi kattaroq qilgandik, ataylab ustiga chiqib bemalol artardim arqa tarafini. Bu yer ingichka bo'lgani uchun qo'lim oxirigacha yetmadi. Shu sababli qo'limdan kelgancha artib olgandim. Sal bo'shaganimda artib olaman, o'zi ovqat boshlashim kerak. Xullas tez chang bo'ladigan joyga kelib olganmiz. O'zi shundoq ham, lekin hamma joyda qurilishlar ketyapti, buzdi uylar qurilyapti. O'sha sababli ham chang to'zon ko'p bo'lyapti. Bu yerda ham bir artib olamiz. Qizlar, men shunaqa vazelin ishlataman. Ko'rsataman. Chang bo'pti buni ham. Shunaqangi vazelin ishlataman. 400 ml ekan. Bu ham 400 ml ekan. Anchaga yetadi, lekin badanim tez qurishib ketadi. Ayniqsa kuz kelishi bilan badanim tez qurishib ketadi. Shu sababli polni yunib chiqqandan keyin shuni surtayman. Nimagadir yunib chiqqandan keyin badanim qurib ketadi. O'sha sababli shunaqa vazelin surtayman. Bu vazelinni bilasizlarmi, necha yildan beri ishlataman. Unda turmush o'rtog'im Koreyada ishlardilar. Koreyada birinchi yil borganlarida shu badanim qurishib ketavergandan, chunki krem olib beraverardilar. Kremlar buncha bo'ladi-yu. O'sha sababli kremni olib beraverardilar. Oxiri zerikib ketadilar. Buncha kremni tez tugatasan deb. Koreyaga borganlaridan keyin shuni qo'llari yorilganda surtganlar, ki o'qisalar qo'lga, hamma badanga, yuzga dashi bo'lar ekan. O'shanda olib keldilar. 2 tami, 3 ta olib keldilar. Shuni ishlatib ko'r, agar yoqsa keyin Koreyadan jo'natib turaman dedilar. Keyin men ishlatdim va o'rganib qoldim shunga. Taxminan aytaman 2016-yildan beri ishlataman shu vazelinni. 2016-yildan beri 3 ta 4 tadan olib qo'yaman. Va anchaga yetadi menga, xullas. Bolalarim ham ishlatadi buni. Yuzimga ham ishlataman, qizlar. Kremim tugab qolsa, yuzimga ham ishlataman. Chunki vazelin yuzga surtsangiz yaxshi. Qayerdadir o'qigandim, yoshartirish xususiyati ham bor deyishganmidi, shunaqa o'qib qolgandim. Lekin tavsiya beraman. Bu narsa mana endi ommaga chiqdi. Instagramlarda ko'rib qoldim. Juda maqtashdi buni. Lekin hozir ommaga chiqqan bu narsa. Lekin buni 2016-yildan beri ishlataman. Xullas, tavsiya beraman. Juda agar badani quriydigan ayollar bo'lsa, ichimizda o'salaring bo'ladi. Chunki menga minchigina kremchalar hech ham yetmagan, tugab qolgan. O'sha sababli shunga erishganman va haligacha shuni ishlataman. Buni sariq rangini hidi ham juda shirin. Sariq rangini hidi yoqadi ko'proq. Bu aloylik, bunisi oq. Ular shunaqa qizlar. Qizlar, bugun duxovkaga marinovka qilamiz. Tovuq oyoqchalarini. Menda biyo qattiq bo'lgani uchun suyuqroq, qizlar. 2 qoshiq qo'yroq qattiq solasiz. 3 qoshiq soldim suyuq bo'lgani hisobiga. 1 qoshiqda limon suvidan solamiz. Mayonezga qilmayapman. Oldinlar mayonezga qilardim. Hozir PPda bo'lganligi uchun hozir qattiqqa qilyapman. Yogurtga qilsangiz bo'ladi. Gretskiy yogurtga.
1 choy qoshiqda paprika sovuramiz va 1 choy qoshiq maydalangan zira sovuramiz. Ozgina kristalchik sovuraman, koreyskiy tuz va 3 dona tishcha chesnok. Buni ham to'g'rab sovuramiz. Katta to'g'rasangiz ham bo'laveradi. Marinovkada aralashtirsak. Men tuzlab qo'yganman oyoqchalarni. Tuzlanmagan bo'lsa tuz solasiz, qizlar. Va yaxshilab aralashtirib marinovkaga olib qo'yamiz. Yarim soat, xohlasangiz 1 soatga olib qo'ysangiz bo'ladi. Qizlar, esimdan chiqibdi. 1 qoshiqda olivka yog'i sovurasiz. Qizlar, marinovka qilib bo'ldik. Endi yoniga kabachki, brokoli, baqlajon to'g'rab olamiz. Kabachki va baqlajonni shunaqa katta-katta qilib to'g'rab olamiz. Qizlar, bilasizlarmi, o'zim oshxonam kattaroq edi, bet kichkina bo'lganiga rosa qiynalib qolyapman. Narsalarim shkafning tepasida, bo'yim past, qiynalyapman olishga. Shuning uchun ham uzun video chiqara olmayapman, qizlar. Uzun videoga ancha vaqt ketadi. O'shanga ichim siqilyapti nimagadir kichkina oshxonachada. Inshaalloh o'zim oshxonam kattagina bemalol ovqat qilaman. Shunaqa katta-katta qilib to'g'rab olamiz bolgarlarni. Brokolilarni ham mana shunday qilib katta-katta qilib olamiz, kesib olamiz. Qizlar, muzlatilgan jarayonni ko'rsatganman adashmasam, xuddi mana shu holatda kesib olib, yuvib, suvini ketgunicha quritib olamizda, keyin paketlarga solib, muzlatgichga olib qo'ysak, anchagacha olib ishlatamiz. Sababi brokoli tez mana shunaqa bo'lib sarg'ayib qoladi. Buni kecha olib kelganlar, kecha vaqtim bo'lmadi. Bugun yuvib, quritib, muzlatgichga solib qo'yaman. Endi qizlar, shunaqangi qolpimizga ozgina yog' suramiz. Endi qizlar, marinovka bo'lgan tovuq oyoqchalarimizni terib chiqamiz. Marinovka suvlarini ham sovuramiz va shunaqangi brokolilarni va pomidorlarni ham teramiz. Pomidorlarni suvi chiqadi, shirin bo'lib. Bolgarlarni sepamiz. To'g'rab olgan bolgarlarimizni, katta-katta to'g'ralgan kabachkilarni ham teramiz. Baqlajonlarni ham teramiz. Ozgina tuz sepamiz. Menga shunaqangi zafarondan sovg'a kelgandi. Tuzini rangini qaranglar. Sariq rangda zafaroni bor ichida. Tuz sepamiz mana nimalarimizga, sabzavotlarimizga. Xohlasangiz ozgina murch, ozgina zaytun yog'i. Hozir qizim ustiga bo'ldingmi Sadiya? Qolpimizni ustini folga qog'ozi bilan yopib olamiz va 1 soatga 200 gradusda pishirib olamiz va folga qog'ozini olib tashlab 10 minutga yana tiqvoramiz, qizarib pishishi uchun ustilari. Har doimgidek multivarkaga guruch solib qo'ydim va endi salat qilishni boshlayman. Kichkintoyimga pankek tayyorlab bermoqchiman. O'zi pankekni yaxshi ko'radi. Ayniqsa mevaligini to'rgim qolmabdi. To'rib qo'shmayman. Yarimta nokta to'g'rab solamiz, 1 dona tuxum solamiz va yaxshilab aralashtiramiz. Yarimta banan yoki bitta banan ishlatsangiz bo'ladi. 1 qoshiqdan qatiq qo'shamiz, yaxshilab aralashtiramiz va suli unidan qo'shamiz. Va massamizni quyuqroq holatiga kelguncha aralashtirib olamiz. 3-4 qoshiq solib ko'ring. Tayyor bo'ladi. Va 1 qoshiqdan solib pishirib olamiz. Mana pankekimiz tayyor. Kichkintoyim uzunni sevadi. Yoniga yogurt berdim. Hozir yeb oladi. Kichkintoyni stulchasini tiqib tashlaganmiz kladovkaga. Joyi yo'q. Ol jonim. Ye. Ye.
Sizlarga PP retsept olmoqchi edim baqlajondan. Uyimga mehmon kelib qoldi va shunaqa qovuriladigan retseptdan qilyapman. 3 ta tuxumni bench qilib olib, baqlajonlarni uzun kesib, shunaqa belab qo'rib olaman. Pomidor, bodring, chesnok, zelenlarni solib aralashtiraman. Qizlar, mana baqlajonni qo'rib oldim. Buni hamma bilsa kerak. Pomidor, bodringni uzunchoq kesib oldim. Bu yoqda paprika, achchiq qalampir bor va kashnich, chesnok. Hozir soya quyib yuboraman. Mana qizlar, aralashtirib oldik. Yozdagi eng sevimli salatlarimdan biri. Juda mazali bo'ladi. Sizlar ham bilsalaring kerak. Osongina salat. Mana qizlar, duxovkaga tiqdik. Endi folgani olib, yana 15 daqiqaga qo'yamiz. Ustilari qizarib pishishi uchun. Qizlar, men guruchni shunday qilib yeyishni yaxshi ko'raman. Ajika solaman. Va shunaqangi kunjut yog'i solaman. Uzun marketdan olganman. Ajikani ham uzun market qayerdan topsangiz, kartinkada ham bo'ladi ajika. Ozgina solaman va nori solardim. Norim tugab qopti. Shunaqangi nori solardim. Hozir ochib qarasam, bolalarim shunaqa yaxshi ko'radi. Tugayapti. Solaman desam. Mana shunday qilib aralashtirasiz. Bunga kimchi sosis ham bo'ladi, koreyskiy. Uni ham kartinkadan topsangiz bo'ladi. Yoki guruchni o'ziga uni aralashtirib yesangiz bo'ladi. Voy, oting qurg'ur. Esimdan chiqib qoldi qizlar. Esam ketgan. Hozir shoshyapman. Uyimga mehmon kelgan. Shunga shoshyapman. Qiy-chuv bo'lyapti zalda bolachalar. O'sinimni bolalari, oyimlar kelganlar. Sizlar, bugungi taomimiz mana pishdi. Bu yerda bolajonlar uchun kartoshka fri, bu yerda salat, bu yerda buni men yaxshi ko'raman. Katta qizim bilan kunjut qo'shilgan ko'proq qo'shamiz. Yigitimga kunjut qo'shilgan uncha yoqmaydi. Bu yigitimga, o'g'limga, kichkinamga. Xullas, bugungi taomimiz. Hozir choy damlaymiz. Kelinglar mehmonga.